Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barcha asal biznesi bilan shug'ullanayotgan asalarichi aka-uka opa-singillarimiz barcha bilayotlik. Ushbu asalimiz xo'p, isiriqdan oqqurak, kavrak deydiki, o'shanaqacha o'simliklardan olingan asal. Albatta bu asalimiz hech qanday boqib olingan yo shunaqa poddelka asal emas. Hammasi toza. Unga biza xudo xohlasa javob beramiz, garantiya beramiz. Ranglari ham mana shunday holatda. Bundan 1 tonna 650 kilomi shundan bor edi. Shu asalimiz bor bir 600-700 kiloday qoldi. Olgan odamlar ham biladi hammasi. O'zi yaqinga chiqqan bu. Bugun chislamiz 2026-yil. Xo'p, 3-iyun kunidagi asal. Bu olingan 10 kun bo'ldi. 10 kundan 1-2 kun oshdi. 10 kilo bo'lib qoldi. Mana shunday holatda bo'ladi. Ranglari ham, holati ham, quyuqligi ham, sifati zo'r, rangi ham zo'r. Xudo xolasa bemalol olib sotsangizlar bo'ladi. Iyol turmaydi bu asal. Optimga 60 mingdan qilib yuramiz. Optim narxi kiloga ancha qimmat sotilyapti bu asallar. Isiriqda hamma biladi qanaqa o'simlikligini. Hazraspon, isiriq har xil nom bilan atashadi. Isiriqda o'zi shifo bo'ladi hamma narsaga. Buni asali ham xudo xolasa albatta shifo bo'ladi. Ranglari shunday holatda. Kimdirlar hamma urib, narsa qilib ko'rsatishadi. Hech qanday undan bilib bo'lmaydi o'zi aslida, to'g'risini aytsak. Oddiy qiyomni tayyorlasa ham xuddi shunday turaveradi. Asalga lekin tabiiyligiga javob beramiz asosan biza. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sariosiyo qishlog'ida turibdi. Xullas, asal iyol turmaydigan asal, asalari ishlagan, tabiiy giyohlardan ishlagan asal. Ozroq asalari yegan bo'lishi mumkin, bir 5% dak. Manaman degani ham bari shakar yeydi. Shakar ozroq yemasa bo'lmaydi. Chista tabiatdan olish qiyin. Manaman degan katta gapiradiganlari ham bemalol aloqa chiqaversin. Hayotga ishlay olmaydi. Biz sohaga necha yildan beri mutaxassis biza. Tabiiy asal ola olmaydi hech kim O'zbekiston bo'yicha. Bari ozroq miqdorga yeydi. Bu boqib olinmagan 100% garantiyali toza asal. Bir 5% dak asal ari shakar yegan o'sha miqdori qo'shilgan. Asal ari yegan. Asal shakar qo'shilmagan. Asalari yeb ishlagan o'shaning ichiga qo'shilgan asal ichiga. Asalimiz mana shunday holatda. Albatta tabiiy, toza. O'tgan yilgi asallarimiz ham bor. Paxtaniki oxirgi kachgan asali bu. Rangi oq bo'ladi. Mana bu Bida yantoqdan olingan birinchi asal. O'tgan yildagi bu 2025-yilda asali. Mana shu asalimiz qoldi. O'tgan yilgidan. Bu yilgidan bor. Xudo xolasa. Endi sezon boshi bu, hali hamma asal olgan yo'q. Bu muborakdan, o'sha isiriqdan, oqqurak, kavrak, mana shunaqa o'simliklardan olingan asal bu. Kelinglar, bemalol murojaat qilsangiz, dastavka ham jo'natib yuborsa bo'ladi. Yo mashina taksilaringiz bo'lsa, berib yuboramiz. Optimga narxi 60 ming so'm. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Asallarimiz bor, tabiiy asal. Taxlab berishdan biz ham charchamaydik. Hammaga Alloh barakotli qilsin.